Hozir sizlarga kafe, restoran, dacha, bog'chalarda uylarni atrofini o'rashda ishlatiladigan sun'iy zabor haqida ma'lumot beraman. Narxlari esa videoning oxirida. Bu sun'iy gazonlar O'zbekiston bo'yicha faqatgina Olmaliq shahridagi Greenwall kompaniyasi tomonidan ishlab chiqariladi. Ushbu mahsulotga kompaniya tomonidan to'kilib ketmasligiga va ranglari oqarib ketmasligiga 4 yilgacha garantiya berishar ekan. Bu sun'iy zaborlarimizning o'lchami 50 sm dan 2 metr 30 sm gacha bo'ladi. Aynan mana shu oraliqda siz xohlagan balandlikdagi zaborni tayyorlab berishadi. Yuvosh. Sun'iy zabordan tashqari uylarning hovlisiga yoki bo'lmasam bog'chaga mana shunaqa ajoyib yashil hayvonlarni ham yasab berishar ekan. Sun'iy zaborlarimizni nafaqat yashil, balki qizil, oq, qora, sariq va ko'k ranglari ham bor. Qo'shimchasiga kafe, restoranlarning fotozonasiga yoki bo'lmasam devorining tepa qismiga mana shunday dekorativniy gullarni ham topsanglar bo'ladi. Ana endi eng asosiysi narxi kvadratiga $11 dan. Agar siz 30 kvadratdan ko'proq buyurtma beradigan bo'lsangiz, Toshkent viloyati bo'yicha yetkazib berish xizmati mutlaqo bepul ekan. Pastda raqamlarni qoldirdik. Bu videoni esa ko'proq biznesmen tanishlarga yuborib qo'yinglar, ayniqsa kafe, restorani, bog'chasi, dachasi bor tanishlarga.